Nigora UNESKOning xizmat ko'rsatgan san'at arbobi unvoni sohibi. Bundan 40 yilcha avval Nigora endigina musiqa sohasidagi o'qishni tugatib, tumanimizdagi 13-musiqa va san'at maktabiga ishga kirgan, har kuni erta tongdan qo'lida dutorni olgancha sevimli ishiga yo'l oladigan kelinchak edi. Mahalla ayollari unga havas bilan boqishar, gap-gashlaklariga chaqirishib, dutordan taralayotgan ohangga mast bo'lgancha huzurlanishardi. Yillar o'tdi. Nigora o'z ustida ko'p ishladi, izlandi, ko'plab yangi kuylar yaratdi. O'nlab shogirdlarni tarbiyalab, voyaga yetkazib, ustoz degan nomga sazovor bo'ldi. Yillar o'tdi. Bugun u Respublika ma'naviyat targ'ibotchilari guruhi a'zosi, Turon xalqaro kompozitorlar uyushmasi rahbari, bastakor. Nigora Xolxo'jayevaning o'zbek musiqa san'atiga qo'shgan salmoqli hissasi e'tibordan chetda qolmadi. U Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat bo'yicha tashkiloti UNESKOning xizmat ko'rsatgan san'at arbobi unvoniga sazovor bo'ldi. Bu yuksak e'tirof Nigorani yanada g'ayrat va ilhom bilan ishlashga ruhlantirib yubordi.